Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari, mana bugun bir lirik chekinish 11-mart. O'rtoqlar, mana ozgina dehqonchiligimiz bor edi. Chesnoklar. Oktyabrda ekilgan o'rtoqlar. Sentyabrda oxiri, oktyabrda ekilgan mana. Men chesnoklarim bu. Kecha mana yomg'irdan oldin o'tab, dorilar solib qo'ydik, xudo xolasa. Mana shu holatda mana. O'rtoqlar, mana sizlar. Mana shu holatda mana. Juda ham ajoyib, mana gardanlari baquvvat mana. Mana shu holatda mana. Mana o'rtoqlar. Tizza bo'yiga yaqinlashib qoldi. Xudo xolasa 1 oy 1,5 oyda pishib qoladi. Maylarda 20larda pishadi xudo xolasa o'rtoqlar mana. Incha joyga ekkanmiz mana. Bu dehqonchilik ham yaxshi ilmni o'rganib qarasanglarla bo'laveradi. Endi kartoshka ekamiz, xudo xolasa. U haqida ham ozgina video qilamiz. Hali daraxtlar haqida video qilavermaylik. Mana bir xilda bo'lgan o'rtoqlar. 2 qator ekilgan. 8-10 santimetrga ekilgan mana. Juda ham bir ideal holatda. Mana shuncha. Ko'rib bir zavqlaninglar. O'rtoqlar, mehnat qilganinglardan keyin mehnatni bir hosilini ko'rgandan keyin juda bir odam mazza qiladi-da, mana rezultatni ko'rgandan keyin. Kecha mana dorilarni sepib yomg'irdan oldin tayyorgarlik ko'rib qo'ydik. Mana shu holatda mana o'rtoqlar. Qaranglar, qanaqa go'zal holatda turibdi. Juda ham bir chiroyli mana. Zo'r, xudo xolasa. Ertaga bargidan sepamiz o'rtoqlar, tripsga, zangga qarshi sepamiz, xudo xolasa, sarg'ayishiga qarshi. Yerni loyi sal yetilsa shunaqa qilib sepamiz o'rtoqlar mana. Bismillah. Mehnat qilgan odam xudo xolasa kam bo'lmaydi, qaranglar mana. Shunaqangi chiroyli turibdi, buni qarang, havasingiz keladi mana. Bu kameradan ko'rgandan yonidan kelib ko'rgan juda ham bir go'zal. Mana o'rtoqlar, ko'ringlar mana agatini. Juda bir go'zal holatda mana. Hammasi bir xilda. Boshqa narsa yo'q mana. Qaranglar mana. Agatlarni ko'rdinglarmi? Bu yil qish ham zo'r keldi, xudo xolasa. Sinovlarda patera yo'q. Hammasi 100% mana. Oldin qishlarda qattiq sovuq bo'lganda bitta ikkitasi achar edi. Bu yil xudo xolasa 100% hammasi ko'klab turibdi. Bir dona ham yo'q ichida, xudo xolasa. O'tab chiqdik mana, chiroyli qilib qo'ydik bolalar bilan. Mehnat qilgan kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.